Assalomu alaykum. Buqoq bezini kasalliklari jinsiy xohishni pasaytiradi. Bu bizni 4-darsimiz. Kim ko'rmagan bo'lsa, 1-ikkinchi, 3-chi darslarimizni ko'rishi mumkin. Jinsiy xohishi pasayishi yoki testosteronni pasayishiga shikoyat qilib kelgan bemor обязательно TTG gormonini tekshirilishi kerak. Ya'ni erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, jinsiy xohishi pasayishi yo bo'lmasam testosteronni kamligi tufayli bezovta bo'lib kelgan bemor to'liq chekapida TTG bo'lishi kerak. Ko'pincha agar TTG baland chiqsa, qo'shimcha buqoqni o'sha erkin T3, erkin T4 degan, ya'ni triyodtiranin, tetrayodtiranin degan gormonlarni ham tekshirishga to'g'ri keladi. Xullas, bugungi dars 4-darsimiz jinsiy xohishni pasayishi haqida. Jinsiy xohishni pasayishini biz 6 ta gormonga bog'liq deb o'tyapmiz hozir. Bundan boshqa sabablari bor, o'rtoqlar. Biz gormonlarni o'rganyapmiz. Kim 1-chi, 2-chi, 3-chi darsni ko'rmagan bo'lsa ko'rsin, chunki eng asosiy jinsiy xohish erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, testosteronni pasayishida kuzatiladi. Undan keyin estradiolni ko'payib ketishi yoki kamayib ketishi, prolaktinni ko'payib ketishi natijasida bo'ladi. Endi buqoqni nima aloqasi bor ekan? Buqoq ikki xil kasal bo'ladi. Yoki u kuchli ishlaydi, giperterioz deydi, zaharli holat bo'ladi, zaharli buqoq deydi. Yoki u kam ishlaydi, gipoterioz holati bo'ladi, ya'ni o'sha buqoq bezlari o'zini gormonini kam ishlab chiqaradi. Agar sizda yod yetishmovchiligi tufayli yoki yallig'lanish tufayli buqoq bezingiz yaxshi ishlab chiqarmayotgan bo'lsa, xo'p, sizda jinsiy xohishni qo'shimcha pasayish kuzatilishi mumkin. Davosi buqoqni davolasangiz bo'ldi. Xo'p, Clinical Endokrinologiya va Metabolizm degan jurnalda 2021-yilda 38 ta maqolani tekshirib analiz qilib chiqqanda qalqonsimon bezi kasal erkaklarda 30% dan 60% gacha jinsiy xohishini pasayishi kuzatilar ekan. Xo'p, demak, agar sizni buqoq bezingiz yaxshi ishlamasa, o'sha buqoqni gormonlari odamni umumiy modda almashinuvini, metabolizmini boshqaradi. Shu narsa sekinlashadi, charchoq bo'ladi. Umumiy metabolizmni pasayishini hisobiga siz umuman lanj bo'lib qolasiz. Sizda emotsiyalar kam bo'ladi. Bunaqa holatda tabiiyki jinsiy xohish ham pasayadi. Undan tashqari tireoliberin degan gormon u prolaktinni ham stimulyatsiya qiladi va prolaktin gormoni oshganda kechaga emas, 10 minut oldingi o'tgan darsimizda prolaktin haqidagi darsda aytdikki, uni ham jinsiy xohishni pasaytiradigan mexanizmlarini aytib o'tdik. Juda ham qiziq. Ereksiya bo'lsa ham xotiningizni xohlamaysiz. Prolaktin oshganda shunaqa bo'ladi. Xo'p, undan tashqari gipoterioz bevosita tuxumlarga ta'sir qilib, testosteron ishlab chiqarishini pasaytirib, jinsiy xohishni yana pasayishiga olib keladi. Xo'p, endi giperterioz bo'lsa asosiy mexanizm asab demoqchi edimmi, o'zi aslida GSPG orqali bo'ladi. GSPG degan darsimizni bugun birinchisini o'tdik. Bu jinsiy gormonlarni bog'lab olib, ishlamaydigan darajada qattiq bog'lab olib, ishlatmay qo'yadigan globulin. Uni ko'payishi qonda erkin testosteronni ishlaydigan, ta'sir qiladigan nalichka testosteronni kamaytiradi va jinsiy xohishingiz va ereksiya pasayib qoladi. Xo'p, undan tashqari buqog'i, zaharli buqog'i bor yoki buqoq bezi kuchli ishlaydigan odamlar asabiy bo'ladi, emotsiyalari tez-tez o'zgarib turadi. Hozir yig'lasa, bir pasdan keyin kuladi. Bunaqa odam tabiiyki jinsiy xohishi o'zgaradi va pasayadi. Razdражительный bo'lib qoladi, asabi tez buzilgani uchun. Asabi chatoq odammi unda jinsiy aloqa, jinsiy xohishni o'zi pasayib ketadi. Psixologik o'zgarish bo'lgani uchun. Va undan tashqari zaharli buqog'i bor odam uxlamaydi. Kechasi uxlamaydi. Uxlamagandan keyin kechqurun testosteron ishlab chiqariladi. 80% testosteron kechqurun ishlab chiqariladi. Shuning uchun mana hozir soat 10 bo'lyapti. To'chna garantiya beraman. 1-2 soat hali uxlamaysizlar. Balki kimdir 1 da uxlar, 2 da uxlar, 3 da uxlar. Bunaqa odamlarning 80% testosteroni kechqurun ishlab chiqariladi. Shuning uchun tabiiyki sizda ham, buqog'i bor odamda ham testosteron pasayib ketib, jinsiy xohishi pasayishi kuzatiladi.
davosi sababiga qarab, agar gipotireoz bo'lsa, buqoq bezlarini gormonlari kamaygan bo'lsa, L-tiroksin, Eutirox orqali TTGni normaga keltirish orqali bo'ladi va T3, T4lar gormonlarni normaga keltirish orqali bo'ladi. Zaharli buqoq bo'lsa, endi uni ko'riladi yoki buqoq faoliyatini pasaytiradigan dorilar beriladi. Tirazolga o'xshagan, merkazalilga o'xshagan. Asosiysi TTGni normaga keltirish yoki agar juda ham xavfli holatlar bo'lsa, operatsiya qilinadi. Demak, buqoq bezini yaxshi ishlamasligi, buqoq bezini gormonlarini pastligi yoki ko'payishi jinsiy xohishni pasayishiga olib kelar ekan. Shuni bilib olinglar. Kerak bo'lsa, buni ham qo'shib davolashga to'g'ri keladi. Xo'p, shunaqangi qisqagina darsimiz bo'ldi. Davomini ko'rarsizlar. Kim birinchi, ikkinchi darslarni ko'rmagan bo'lsa, ularni birinchi, ikkinchi, uchinchi darslarni ko'rib qo'yinglar. Konsultatsiya so'rab qo'yiladigan odamlar, o'rtoqlar, men aslida buqoqni davolamayman. Testosteron pasaygan bo'lsa murojaat qilish mumkin. Boshqa kasalliklar, diabet bo'lsa murojaat qilish mumkin. Buqoqni boshqa joyda davolatasiz. Shuni oldindan aytib qo'yaman. Bu unaqa buqoq bilan shug'ullanmayman. Mani telefonim. Telefon qilganingiz foydasi yo'q. Telegramdan yozing, javob beraman. Misol uchun, testosteronim normada, lekin buqoq gormonimni qarab bering, kammi, ko'pmi, shu meni jinsiy xohishimni pasayishiga sabab bo'ldimi deb so'rasangiz, da javob berarman. Lekin sizda yerda adenoma bo'lsa yoki zaharli buqoq bo'lsa, men tuzatib bera olmayman. Shuni hisobga oling. Endi ish kunlari, ish vaqtlari, adres, lokatsiyalarni so'rash uchun bu klinikani telefoni, kerak bo'lsa so'rab olarsizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha.